Bugungi real testimiz obyekti BYD Song Pro gibrid elektromobili. Ushbu elektromobilimiz ichidagi magnit maydon ko'rsatkichlari qancha? Keling, uni birgalikda qo'limdagi Trifile TF2 apparati orqali tekshirib chiqamiz. Biz taxmin qilmaymiz, apparatimiz ko'rsatgan real natijalarni ko'rsatamiz. Qani ketdik. Gibrid elektromobilimiz haydovchi o'rindig'i ko'rsatkichi 4.2 milligauss. Haydovchi oyoq osti ko'rsatkichimiz 4.9 milligauss. Markaziy konsoldagi ko'rsatkichimiz 3.7 milligauss. Monitordagi ko'rsatkichimiz 3.4 milligauss. Yon o'rindiqdagi ko'rsatkichimiz 3.9 milligauss. Orqa o'rindiqdagi ko'rsatkichimiz 4.6 milligauss. Ushbu real testlarimizni ko'proq odamlar tomosha qilishi uchun YouTube va Instagram sahifalarimizga obuna bo'ling hamda like bosing. Keyingi real testlarimiz qaysi elektromobilda bo'lishini kommentariyalarda yozib qoldiring.